Bolam, shu oyning oxirigacha seni uylantiraman. Tamom, vassalom. Tushundingmi? Mana, yana o'sha uylanish mavzusi jonga tegdi. Voy, kech qolmanu. Jasur. Oyi, men ketdim ishga, shoshyapman. Voy bolam, choy ichib ketmaysanmi? To'xta. Ha, boraman. To'xta Hozir dedim. to'xtab tur. Menga qara bolam, nonushta qilib ketgin, ha? Oyi, juda ham shoshib turibman. Ertalabdan majlis yig'ib qo'yganman. Yo'l-yo'laki bu narsa yeb olaman. Bunaqada kasal bo'lib qolasan-ku, o'g'lim. Mundoq o'tirib, odamlarga o'xshab, onang bilan nonushta qilsang nima bo'ladi? Ish ko'p. Oyi, tushunyapsizmi? Ish ko'p. Hozir ayni ishlaydigan yoshdaman. Hozir ishlay olmasam qachon ishlayman? Menga qara, o'zing bilasan, bo'pti. Fatima xola bir yaxshi qiz topdi. Menga qara. Qo'shnisini qizi ekan. Odobli, axloqli, husnda ham tengi yo'q qiz ekan. O'sha qiznikiga Fatima xolang bilan sovchilikka boramiz. Oyi, bu yil rejamda uylanish niyatim yo'q. Voy, qachon seni rejalaringda bo'ladi bu, Oyi, mana shu savollaringiz bilan mana shu yerga kelib ketasiz, bilasizmi? Qachon uylanasan? Aniqni ayt. Menga qara, qachon? Oyi, siz aytasiz. Ko'chaga chiqsam qo'shnilar so'raydi, to'y qachon deb. Meni rejamda 2 yoki 3 yildan keyin o'ylab ko'rsa bo'ladi. Bekorlarni 5 tasini aytibsan. Keyingi haftaga uylantiraman seni. Tushundingmi? Xo'p, o'sha qizingizga aytib qo'ying, uchrashamiz. Xo'p, men kech qoldim. Barakat bo'lam. Gaplashamiz. Xo'pda yaxshi borib kel. Nonushta qilishingizdan chiqmasin. Xo'p. Voy tavba-ye. Buni uylantirib qo'ymasam, nonushta qilmagan bu. Qachon aqli kiradi buni? Mana. Rahmat. Mana. Rahmat. Obbo, yana qizirga tushdimmi? Bu ketishda kech qolaman-ku. Somsalar bor. Kelib qoling, issiqqina somsalar. Hozir